institut shart emas, o'qish kerak emas degan gap qayerda chiqqan o'zi? Dangasalar chiqargan. Lekin muvaffaqiyatli insonlarni ko'rsatadi, institut tashlab ketgan, o'qimagan deb. To'g'ri. Ya'ni buni faqat iqtisodiy jihatdan qaraganlar shunday deydi. Ha, faqat moliyaviy jihat. Ha, albatta-da, faqat pul topganlar shunday deydi. Lekin boylik ikki xil bo'ladi. Ma'naviy boylik bor, moddiy boylik bor. Moddiy boyligi bor bo'lganlar ma'naviy boylikni anglab tushunmaydi. Ma'naviy boyligi bo'lganlar ma'naviy boylikda ham tushunadi, moddiy boylikda ham tushunadi. Endi biz qanaqa jamiyat quraylik? Ma'naviyati ham, moddiy jihati ham boy bo'lgan yoshlar kerak emasmi bizga? Qayerda olinadi o ma'naviy boylik? Ma'naviy boylik kitobda bor. Kitob o'qisin, universitetda o'qisin, oliy ma'lumotli tadbirkor bo'lsin. Deylik, quruvchidir. O'zi yuridikani bitirgan bo'lsin. Umuman yuridik sohada umuman ishlamadi. Faqat qurilish sohasida ishladi va pul deb gapiramiz, pulni hammasini shu sohadan topdi. Agar u yuridikani o'qimagan quruvchidan bir qadam oldinda turmasa qarab turaverasiz. Baribir oldinda bo'ladi. Albatta, demak unda ikkita imkoniyat bor. Ham yurist sifatida ishlash imkoniyati bor, ham quruvchilik sohasida ishlash imkoniyati bor. Ya'ni tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyati bor. Sen aytayotgandek universitetda o'qimasdan turib ham muvaffaqiyatli, ya'ni boy bo'lish imkoniyati bor-ku deganlarda bitta yo'l bor. Faqat u boy. U faqat boy. Ikkita yo'l tanlash imkoniyati yo'q unda. Bunda xohlasa boylik bor, xohlasa bu karyera qilish, ya'ni ishlash, xullas ilm bor, bilim bor bo'ladi. Ilm bilan birgalikda boyish. Albatta, birga boy bo'lsin, ishida ham samara bo'ladi, hayotida samara bo'ladi, ko'pchilikka o'rnak bo'la oladi. Ikkalasi bor bo'lsin.